talab va istaklardan kelib chiqqan holatda milliy sertifikatga ro'yxatdan o'tish bo'yicha video qo'llanma tayyorladik. Foydali bo'ladi degan umiddamiz. Shu va shu kabi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik maqsadida sahifamizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qani, boshladik. Ro'yxatdan o'tishni kompyuter orqali ham, telefon orqali ham amalga oshirishimiz mumkin. Farqi yo'q, qaysi biri qulay bo'lsa, shu orqali amalga oshirgan ma'qulroq. Biz kompyuter orqali qilib ko'rsatishga harakat qildik. Demak, kompyuterdan internet ilovasiga kirib, Chrome yoki Yandex farqi yo'q, ilovasiga kirib my.go.uz saytini qidiramiz. Demak, saytga kirib oldik. Shaxsiy kabinet tugmasini bosamiz. Yuqori o'ng burchakdagi ko'rishingiz mumkin, bu yerda yagona identifikatsiya tizimi mavjud. Ya'ni yagona identifikatsiya tizimi OneID. Bu orqali avvaldan ro'yxatdan o'tilmagan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish uchun sizni nomingizdagi SIM karta kerak bo'ladi. Ya'ni pasportingiz orqali olingan SIM karta. Faqatgina shu orqaligina o'tish mumkin. Begona, ya'ni boshqa insonlar, ota-onangiz, singlingiz va boshqa shaxslar nomiga olingan SIM karta orqali ro'yxatdan o'tishning iloji yo'q. Bu yerda login va parol. Avvaldan ro'yxatdan o'tilgan bo'lsa, login va parol kiritiladi. Avvaldan ro'yxatdan o'tilmagan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish tugmasi bosilib, ro'yxatdan o'tilish qilinadi. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Bu yerda pasport JSHIR, ya'ni 14 talik raqam kiritiladi va pasport serial raqamlarimiz ham kiritiladi va o'z o'rnida o'zimizga, ya'ni shaxsiy telefon raqamimiz kiritilgan holatda shu yerga SMS yuboriladi. Ya'ni SMS xabarda login va parol alohida jo'natiladi. O'shalarni kiritsak, bo'ldi, saytga kirib ketaveramiz. Saytga kirib oldik. Bu yerdan ta'lim bo'limiga o'tiladi. Bu yerdan umum ta'lim fanlari darajasini aniqlash bo'limiga o'tiladi. Foydalanishni bosamiz. Bu yerdan oferta shartlarini bajaramiz. Arizachining o'zi voyaga yetmagan farzandi ham bo'lishi mumkin. Voyaga yetgan bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'limga o'tganimizda ikkinchi qadamda bizni shaxsiy ma'lumotlarimiz joylashgan bo'ladi. Ya'ni arizachining haqida ma'lumotlar, yashash hududlarimiz va hokazolar bo'yicha. Keyingi bo'limga o'tamiz. Fan turini tanlaymiz. Fan turi. Fizika bo'yicha fizika, biologiya va o'zimizga kerakli bo'lgan fan bo'yicha yo'nalishni tanlaymiz. Ixtiyoriy tarzda tanlaymiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, test topshirish hududida o'zimizga qulay bo'lgan manzilni tanlashimiz mumkin. Ya'ni Toshkent shahri va Toshkent viloyati uchun alohida o'tkazilish boshlandi. Shu yerdan boshlab. Ya'ni Toshkent shahrida yashovchilar uchun Toshkent shahrini belgilaymiz. Toshkent viloyati atrofida yashovchilar uchun Toshkent viloyatini belgilasak, Nurafshon shahri o'tkaziladi. Yaxshi, o'zingizga qulay bo'lgan hududni tanlashingiz mumkin. Xoh Xorazm, xoh Farg'ona va hokazo. Biz tanlaymiz o'zimizga qulay bo'lgan hududni. Test topshirish tili o'zbekcha bo'lsa o'zbekcha, ruscha bo'lsa ruscha va hokazo. Keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'limda shaxsiy raqamimiz, ro'yxatdan to'lov imtiyoz bo'lsa, ya'ni nogironligi, ijtimoiy himoyada bo'lgan, ya'ni yagona reyestrda kiritilgan bo'lsa, buni tanlasak, bizga to'lovlardan chegirma qilib beriladi. Ro'yxatdan o'tmaganmiz, ya'ni ma'qulni tanlaymiz. Yuqorida bizni barcha ma'lumotlarimiz ko'rinib turadi. Yuborish qilamiz. Shaxsiy raqamimizga invoice raqami bilan, ya'ni to'lov raqami bilan to'lov summasi bo'yicha ma'lumotlar SMS tarzida yuboriladi. Bu yerda to'g'ri to'lov amalga oshirishimiz ham mumkin yoki-da keyinroq amalga oshirishimiz ham mumkin. Ya'ni keyinroq to'lash bo'limini bosganimizdan so'ng bizga ko'rinib turadigan asosiy narsa nima? Arizamizning to'lov ma'lumotlari, to'lov ko'rinishi, to'lov qilishimiz mumkin bo'lgan muddat ko'rinib turadi bu yerda va arizaning bosqichlari. Agarki to'lov amalga oshirsak, bu yerda ko'rib chiqish uchun qabul qilish, ya'ni yuborildi degan narsa ko'rinib turadi. Keyinchalik yo'llanma berilsa, ya'ni ruxsatnoma chiqish e'lon qilingandan so'ng bizda bir ruxsatnoma ko'rinadi. Keyinchalik natijalar e'lon qilingan bo'lsa, bu yerda natijani berish degan yozuvimiz ham o'tilgan holatda ko'rinadi. Va albatta bizga shaxsiydan, ya'ni shaxsiy nomerimizga xizmat ko'rsatildi degan SMS keladi. Video manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Barchaga rahmat.